Jo'jalarim, jinnixonaga xush kelibsiz. Yaxshilab joylashib oling. Bemorlarni tomosha qilamiz. Fohishaxonada qo'lga olingan 17 yoshli qiz 17 yoshli qiz fohishaxonada Voy, barmog'ini kesibdi. Voy singlim, bitta barmoq ham shuncha baqiradimi? yeb yuribdimi? uni ushlash uchun kelgan IIB xodimining xizmat mashinasini olib qochib, keyin esa uni yoqib yubordi. Kimi duganasi bu? Qanaqa Kuchinskaya bu? U hojatxonaga chiqishga ruxsat so'rab, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlarning e'tiboridan chiqib ketdi. Shundan so'ng IIB xodimining xizmat avtomobiliga o'tirib, voqea joyidan qochishga urindi. Biroq qochish uzoqqa cho'zilmadi. Qiz yo'l transport hodisasiga uchradi. Avtomobil yonib ketdi va butunlay yaroqsiz holga keldi. Sud uni ushbu voqea uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 5 yil 17 bo'lsa, 22 yoshda chiqib ekan. Afigej. U yoqda nimalar bo'lmaydi deysiz? Жалко, конечно. Ну, bormadi fohishaxonada. Bo'lar ish bo'ldi. Endi akam bilib qolsa nima qilasan? Agar siz akangizdagi hech narsani aytmasangiz, maza qilib yashab yuraveramiz. O'zini qayni ukasi bilan shakarguftonlik qilib yurgan ayol. O'tkir sujetni oxirigacha ko'ramiz. Tinchlikmi? Ukam senga nima telefon qilyapti? Bilib qolsa-ya hozir. Menga qara, gap qisqa qilaman. Men srochno kerak bo'lib qoldi. Moshinani urib oldim. Bu bilan qilsak bo'ladimi? Bu o'ynash emas, Alfonscha ekan-u. Tuzukmisan? Aka, uzr. O'rtog'imga qilaman deb chiqinimga qo'yarimman. Qayerdasan hozir? Akasi tashlab boraman. Mana $200. Men feriz narxini bilmayman. Rozimisiz? Shuni sal tezroq hal qilsa ham bo'lardi-yu. Ko'zingga qarab yurgan keyingi safar. Hamma akalar shunaqa pochka pul bilan yuradimi? O'zingga hech narsa qilmadimi? Men turimni olib endi. Mana olganda mahallada yuziga uchasan, mashina cho'tga qilib beradi. Ozgina shoshilaman, keyin gaplashamiz. Rahmat aka. Mendan qaytmasa xotiningizga qaytaraman deyapti. Shunday chiroyli bolani ustidan kulyapsizmi? Bilaman nima demoqchiligingni. Anchadan beri bilmay o'ylayapsanmi? Ikkinchi qismda bilib qoldimi deyman. Sizni yaxshi ko'raman demoqchisan, a? Topdimmi? Bo'pti, ol. Bo'pti. Nimaga biz xavotir olamiz? Bilsa bilaversin-a? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Tuzukmisan? O'zi seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Keyin ancha serqatnov bo'lib qoldimi uyga? Ukam bo'lgandan keyin kelib turadi-da, tinchlikmi? Yo'q, mayli o'rtoq, просто tinchlik, просто aytib qo'ydim-da. Shu qo'shnilar yomon shesтерка bo'ladi-da. Adasi, o'rtog'im bilan ko'rishmoqchi edim. Borib kelsam bo'ladimi? Sizga qiynalib qoldingizmi? Mana kuchga ketdingiz. Hozircha ko'chib ketaman. Yo'q, siz ovar bo'lmay qo'yavering, o'zim tez borib kelaman. O'rtog'i bilan ko'rishmoqchi ekan. Qichib qolgan. Chaqirganda o'zing olmasdan sraz yetib kelsang bo'lar ekan-ku. Xato qilishga xato qilib bo'ldim. Men bu uchun kelganim yo'q. Nima qilsam meni tinch qo'yadi. Oh my god. Insof kirdimi deyman-a? Menga goh-gohda pul kerak bo'ladi. O'sh payt furchat qilib tursang bo'ldi, rasm, pasm hamma narsani o'chirib tashlayman. Shantaj qilyapti. Menga vacha farqi yo'q. Akamni olasanmi, boshqa odammi? Menga pul kerak. Bilganingni qil. Akangga ketasanmi, rasmlarni ko'rsatasanmi? Menga umuman farq yo'q. Akasi qilib turgan ekan. Ish qilishga qilib qo'yganda qayerga ketmoqchisan? Bor daryoga qo'lingni ol. Avariya bo'ldi. Oka qarash borsiz-chi? Taniysizmi bu odamni? Yo'q aka, men tanimayman buni. Ana ko'rdinglarmi, o'ynashlar birdan tanimaganga olib qoladi, bilib qo'yingizlar. Azimovaga siz nima deysiz? Mana, tinchlikmi? Nima bo'ldi, doktor? Ayolingizni saqlab qololmadik. Afsuski, homilolari ham bor ekan. Ular ham nobud. Xudo jazosini beribdi-da. Nima dedingiz? Xo'p, kino nima bilan yakunlandi? Bevafo rolidagi ayol qornidagi farzandi bilan o'ldi, vafot etdi. O'ynash rolidagi uka esa narkoman bo'lgan ekan, militsiyalar bosdi va u qamalib ketdi. Jertva rolidagi akamiz esa baxtli totuvli hayot kechirib boshladi. Hissadan hissa shuki, o'ynashingiz eringizni ukasi bo'lmasin. Da, nu, Poxuy. ko'pgina e'tibor berganman kommentariyalarda menga gay, trans, bir balo, battar deb yozib tashlaysizlar, lekin men bugun sizlarga ruxsat beraman. Bu so'zlarni har xilcha ma'noda ishlatishingiz mumkin. I'm gay. Xoh bu menga bo'lsin, xoh mana bu tipadagilarga umuman farqi yo'q. A gay without an iPhone is not a gay. Bugun men sizlarga ruxsat bermoqchiman. Tillaringizga erk beringizlar. Mana bu asab tolalaringizni dam oltiringizlar. Men bugun sizlardan ajoyib va g'aroyib Sitoraxo'ja psixologizman. Men seni ko'ryapman. O'y jalab yuragimni yordingiz. Qarab tursam, aytdi.